Assalomu alaykum. Barakal dasturxon kanaliga xush kelibsiz. Azizlar, sizlar bilan yana uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlarga qozon o'choqda Xorazm palovini pishirib ko'rsataman. Qozonni qizdirib, yog' solib olamiz. Men bugun palovga mol go'shti emas, kurka go'shti ishlatdim. Tovuq go'shti, kurka go'shtlari tez pishishi bilan hammaga ma'lum, shuning uchun uni bir-ikkita aylantirib, sal qizartirib olamiz. Va ustidan piyoz sabzilarni solib, ozgina zira sepdim. Va ustini yopib, bir maromda olovni yoqib, qovurib olamiz va ozgina suv solib 5 daqiqa qaynatib qo'ydim. Endi esa tozalab yuvgan guruchimizni solib olamiz. Men bu oshga 2 kilogramm guruch ishlatdim. Suvni esa o'rtancha barmog'imizni birinchi bo'g'iniga kelguncha suv solib olamiz. Men palov pishirganimda sabzi piyoziga umuman tuz ishlatmayman. Sabzini shirasi o'zida turishi uchun, ta'mi o'zgarmasligi uchun faqat guruchga suv solgandan keyin tuz solaman yetarlicha. Azizlar, agar sizlar kanalimizda birinchi bo'lsangizlar, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosishni unutmanglar. Roliklarimiz yanada ko'proq aylanishi uchun esa like tugmachasini bosishingizni juda ham istardim. Mana palovimiz, guruchimiz suvni olyapti. Mana guruchimiz ham suvni olib bo'ldi. Endi uni damiga qo'yamiz. Qanday ovqat qilishimizdan qat'iy nazar, o'choqda pishirilgan har bir ovqat tez pishadi. 30 daqiqada palovimiz tayyor bo'ldi. Endi uni go'shtlarini alohida olib, ayganchaga sovib olamiz. Men bu palovga alanga guruchidan ishlatdim. Mana go'shtlarimiz ham maydalanib ketmagan. Ana endi palovimizni sabzilari bilan yaxshilab go'shtni aralashtirib, katta layanga solib olamiz.
onam chiroyli qilib laganga solib, chiroyli qilib bezatib, endi dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Men esa sizlarga yoqimli ishtaha tilab, yana uchrashguncha deb qolaman. Hamisha sog' salomat bo'linglar.